Himmatillo bolam. Sanga nomzod bor yana bitta. Ismi nima ekan buvijon? Ismi Dilnoza ekan anaqisi. Dilnoza bo'lsa mayli-yu, bizani skromniy sharoitlarga ko'narmikan? Osonmas-da bizani uyda yashash. O'zingiz bilasiz-ku. Har kuni osongina hamma joyni o'zi tozalashni o'rniga men bu Tesla'ni robotiga buyruq berish kerak bo'ladi-da, qiynalib ketmasmikan deyapman. Keyin anu Italiyadan kelgan oshpazlaring faqat allambalo ovqatlar qilishadi. Bu Dilnoza kunora lavash yeyman deb olsa, bular qilolmaydi-yu. Bog'bonimiz Antonio gazollarni har bir tolasini 3,5 santimetrdan kesib chiqadi. Bu Dilnozangiz 5 santimetrdan bo'lsin desa-chi, nima qilamiz? Bo'pti. Men podpischilarimdan iltimos qilaman, Dilnozani fikrini bilib berishadi. Balki seni sevib, rozi bo'lar bunaqa itdek og'ir hayotga. Dayeting buvijon podpischilaringizga Dilnozaga tashab, fikrini kommentda bilib berishsin. Prosta ertaga bunaqa hayotda jabr ko'rmasin deyman-da.